Yaqinda 4 gektar joyga tomchilab sug'orish qilaman dedimda, noto'g'ri mutaxassislar bilan ishlaganim uchun ko'plab kamchiliklarni ko'rsatdi. Shu sohani mutaxassislarini istab, mana akamizga murojaat qilamiz. Aka, sizlar tomchilab sug'orish bilan shug'ullanasizlar va qanday xizmatlar bor yana sizlarda? Asosan ishlab chiqarish bizada. Ishlab chiqarishdan tashqari o'rnatib berish xizmatlarimiz ham mavjud. Xohlasangiz teplitsaga, xohlasangiz paxta dala maydoniga, ochiq dala maydonlariga ham o'rnatib berish xizmatlarimiz mavjud. Eng avvalo qilinadigan ishlarimizdan biri bu loyihalashdan boshlanadi. Sizga aytganimdek, aka birinchi loyiha qiling, undan keyin qolgan ishlarni etap-etap qilsak yaxshi bo'ladi dedik. 100% garantiyali ishlaydigan loyiha qilib xizmatimiz mavjud. Ko'pchilik tomchilab sug'orishni shunday o'rnataman deb o'ylaydi. Biz yaxshi mutaxassis bo'lmagan loyihachiga berib olganmiz. Aka, kamchiliklar bor deb turib, kamchiliklarimizni ko'rsatib o'tib ketdi. Shuning uchun avvalda sizga 1 gektar, 5 gektar, 100 gektar joyingiz bo'lsa ham o'zlariga kelib, murojaat qilib, to'liq birinchi loyihasini, to'liq smetalarini olib, ish boshlasa to'g'riroq bo'ladi. Eng birinchi masalan uy qursangiz ham birinchi loyihadan boshlaysiz. Bu ham xuddi shunday narsa. Tomchilab sug'orish ham oddiy hisob-kitob asosida qilinadigan narsa bu ham. Tavakkalchilik asosida qilinsa, u effekt bermay qolish holatlari yuzaga kelishi mumkin. Sizga aytdim, men filtrlarni ma'lum bir zapchaslari sizda bor, ma'lum bir zapchaslari o'zi qora bozordan olingan sabab sotib yuborilgan. Sizga zarar minusga ketish holatlari yuzaga keladi aka. Ko'pchilik bizga algashata keladi aka, bir soat issiqxona necha pul deydi-da. Ya'ni uni qanaqa qulaylikda bo'lish kerak, qancha joyga qurilish kerak, avval uni to'liq proyektini ishlab chiqqandan keyin u haqida ma'lumot bera olamiz. Tomchilab sug'orish bo'yicha ham to'liq ma'lumot olmoqchi bo'lsanglar, kontaktlarni qoldiramiz. Firmangiz haqida qisqa ma'lumot qo'shib o'tib ketaylik. Xo'p, biz Turboplast brendi asosida faoliyat yuritamiz. Ishlab chiqarishimiz asosan Samarqandda. Asosiy yo'nalishimiz tomchilab sug'orish va yong'inlab sug'orish mahsulotlarini ishlab chiqarish va o'rnatib berish. Faqat Samarqand emas, respublika bo'yicha xizmatidan foydalansanglar bo'ladi. Aka, rahmat. Rahmat. Sog' bo'ling.